Bu metodimiz men kimman degan metod, ya'ni bu o'quvchimiz o'sha o'zi kimligini topish kerak, moddalar berilgan. Hozir qarama-qarshi jamoamiz bu moddaga ta'rif berishadi. Bu bola topish kerak bo'ladi. Metallga o'xshash 6 ta kristal modda. Kristal tuzilishi panjarasi kubik, rombik shaklida bo'ladi. Zichligi -5 gram taqsim santimetr kub. Telefondan qarayapman. Telefondan o'qib olaman, chegara qilib. Bularga savol bersam Oksidlanadi. oksidlanadi. Shu savol bera olmadim, bularga o'zidan ma'lumot aytadi. Suv va havo ta'sirida parchalanar ekan. Kislotalar bilan ta'sirlashadi. Yana ham yaqinlashtirib qo'yinglar. Qizg'in yerda parchalanadi. Suv bermaydi. Cho'kma bu deyiladi, to'g'rimi? Cho'kma demadi, siz cho'kma deyapsiz. Siz o'zingiz shunaqa qilasiz. Temir rudalarning ichidagi temir jindagisiga ham o'xshayapti, lekin bilmasam. Endi oltin burgut mavzusi bu mavzumiz. Endi javob chiqdi endi. Temir sulfat. Ha. Yo'q. Gapga uchta variantlar chiqyapti. To'xtatsin. Bitta. Topguncha bo'lmaydi. Nima? Tabiatda juda keng tarqalgan. Bitta ma'lumot ketdi. Hamma bittadan ma'lumot aytsin. Sariq rangli. Eshitib turing. Eshitding? Nilufar siz ayting. Bittadan ma'lumot ayting. Hali tamom